Okay, let's go. Institutimizda nimalarni yaxshi ko'raman? Har kuni kelib ishlashni yaxshi ko'raman. Men kafedrani ko'proq yaxshi ko'raman. Nimalarni yaxshi ko'raman? O'zi endi keldim, birinchi kursman-ku. Yaxshi ko'rgan narsam juda ko'p. Hamma institutda solishtirganda eng bag'rikeng institut. Azdan yaxshi ko'raman-ku. Ichingizda so'zlar. O, institut hamma narsa o'qiydi. Ekopark. Institutda eng ko'p rektorimizni yaxshi ko'raman. Institutda o'qish yoqadi. Albatta o'zimning institutimni juda ham yaxshi ko'raman. Bu meni ikkinchi uyim hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda atmosfera zo'rda. Ya bo'ldi. Men institutdagi o'quvchilarning mehribonligini, bilimliligini yaxshi ko'raman. Qizlar yoqadi, qizlar. Tashqi ko'rinishlari, mana ekoparklari juda ham ajoyib ekan. Mehribon ustozlarimni yaxshi ko'raman. Qizlarda, конечно. Inglizcha bilmayman. O'zbekcha yozib qo'yibdi, o'rta. Круто поверните направо. Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Men institutimizda birdamlikni yaxshi ko'raman. Kursdoshlarim yoqadi. Men institutda yoshlarni yaxshi ko'raman. Oshxonani. Muhitni yaxshi ko'raman. Darslarda Yurishni yaxshi ko'raman. O'zimni yaxshi ko'raman. Вот это поворот. Учительница Aynur Tahirovna. dam olish kunlarini yaxshi ko'raman. Anaqani. Ismini eslab olay. Xurshid domlaning darsini yaxshi ko'raman.